Открывая двери без ключа. Стал богаче, даже богача. Salom yaxshi qiz, bizning Chorsu restoranimizga xush kelibsiz. Nima buyurtma qilasiz? Sizni? Men menyuda yo'qman-ku, lekin bu yerda juda ham ajoyib mazali taomlar bor. Milliy taomlarning barchasi bor. Oilaviy kelib turishadi bu yerda ko'pchilik. Juda ham hazilkash yigit ekansiz. O'tiring, gaplashib olamiz. Bizda lekin ish vaqtida o'tirish mumkin emas-da, boshlig'imiz. Unda ishingiz tugashida men tashqarida kutib turaman, xo'p? Hazilmi bu? Hazil Millionning konsertida bo'ladi. Jinnivoy. O'ta seriozno ekanlar. Bugungi ish ham zo'r bo'ldi bolalar. Mayli, ertagacha sog' bo'linglar. Davay tura. Ana qiz hali ham kutib o'tiribdimi? Qotilmikan, ha? Ya, men o'g'irlab pul talab qilaman uydagilarimni. Ya, unday emasdir, ey. Nima bo'lsa bo'ldi. Yaxshi qizsiz, umuman hazillashmas ekansiz. Men sizni sevib qoldim. Yuring, to'polani aylanib kelamiz. Voy, to'poyoqda tursin, men sizga tarixiy Oqsaroy va Miraki so'ng'urlarni aylantiraman. Yuri git. Hoppa, mana uyingizga ham yetib keldik. Ha, bugungi kunimiz bilan juda chiroyli o'tdi. Da, kech bo'lmasa uyga kirib qoling. Voy, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hozir uyga kirsam qo'shlarim yana jalba qilishadi. Kraninani suvga topdi. Men ayol kishi bo'lsam qanaqa buni to'g'rilayman? Eringizga ayta qoling. Erim yo'q. Yaxshi-ku. Yaxshi bo'lmabdi demoqchi edim. Men taxlab beraymi? Voy rostdan. To'g'rilashni bilasizmi? Bittada taxlayman. Mana vanna. Xo'sh, sharti bo'lmagan-ku. Siz buni to'g'rilab turavering, men kiyimni almashtirib chiqaman, xo'p? Yigitni bugun omad kelganmi deyman. Как саранча. Taxlab chiqdi. Xo'tan. Mana, erim yurmaydi desam. To'ppasi yurarkan-ku. Xo'tan. Noto'g'ri xo'tan. Napni taniysizmi?